Türkiye'de yaşayotgan Uyghur Ömer Faruk özünün ve ballarının Türkiye vətəndeşi ekanligini, lekin hozirgacha Xitoy tarafidan tutqun qilingan qizlarning izdirkini qilolmaganligini bildirgan. Ömer Faruk ve aksi Türkiye'ye kelib mablag' salgan bo'lib, uning akalari 2017-yili Xitoyning tutqun qilishiga uchrab, mol-mulklari musodir qilingan. Hozirgacha aqibati noma'lum. Ömerning Qrim xəvər agentligiga oshkorlashicha, uning qizlari Türk vətəndeşi bo'lib, ko'p qatam Xitoy konsulxonasiga va Turkiyaning Xitoydagi bosh elchixonasiga murojaat qilib, Sharqi Turkistondagi oilasi va qizlarining uchurini surishti qilgan. Lekin u hozirgacha ular haqida biror ma'lumotga erisholmagan. U minglagan Uyg'ur oilaning o'ziga o'xshash qismatga duchor bo'lganligini aytdi. Rim papası Fransızның yangi kitabida tunji qatim Uyg'ur musulmonlari ziyonkeşlikkä'uçrىغان xalq deb atalgan. Kelar ay nashr qilingan bu kitobda u doim Rohingya va Uyg'ur musulmonlari qatorliq ziyonkeşlikkä'uçrىغان millatlarni o'ylaydiganligini aytgan. Papa kitobning bir bobida har sohadagilarni chetga qayqilgan millatlarga diqqat qilishga chaqirgan va mundaq degan: "Men doim zulmga uchragan Rohingyaliklar, bechora Uyg'urlar, Yazidlarni o'ylayman." Onun kitabida yana ziyonkeşlikka uchragan xristianlarni tilga ilingan. Gerçi Papa ilgari Rohingyalarning Bermadan qochganligi va Iroq islom davlati tarafidan Yazidlarning o'ldirilganligi to'g'risida so'zlagan bo'lsa-mu, ammo u tunji qatim Uyg'urlarni tilga olgan. Reuters agentligining 23 noyabr xabar qilishicha, mazkur agentlik erishgan bir loyihaga asoslanganda Trump hukumati yaqinda aviatsiya va boshqa sohalardagi 89 Xitoy korxonasining harbiy ishlar bilan bo'lgan munosabatini e'lon qiladigan bo'lib, ularning bir qator Amerika mahsulotlari va texnikalarini sotib olishiga cheklama qo'ydi ekan. Amerika prezidenti Trump yaqinqi oylarda Xitoyga qaratgan harakatini kuchaytirdi. Agar bu tizimlik e'lon qilinsa, Amerika bilan Xitoyning savdo munosabati texmo jiddiylashtirib etishi mumkin ekan. Mazkur tizimlik Amerika savdo ministrligi tarafidan tuzilgan bo'lib, Xitoy savdo aviatsiya shirkati, Xitoy aviatsiya sanoati guruhi va aloqador 10 amaliy gavdani o'z ichiga oladi ekan. Sürgündüki Tibet ھۆكۈمىتىنىڭ رەھبىرى لوبساڭسانغا تۇنجى قېتىم ئاقساراينى زىيارەت قىلىشقا تەكلىپ قىلىندى. Mənbələrə qaraganda Sürgündü Tibet ھۆكۈمىتىنىڭ rəhbəri 60 yıldan buyon tunji qatim Amerika aqsarayni ziyorat qildi. Bu harakat Beijingni texmi g'azablantirishi mumkin. Sürgündüki Tibet ھۆكۈمىتىنىڭ rəhbəri Lobsang axborot e'lon qilib, Aqsarayning uni yangidan tayinlangan Amerikaning Tibet alohida moslashtiruvchisi va ئامېرىكادۆلەت ishlari mahkamasining demokratiya, kishilik huquq va emgak ishlari yordamchisi kotibi bilan ko'rishga taklif qilganligini oshkorladi. Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo Beijingni 7-oyda Tibetdagi kishilik huquqi daxl tarz qildi deb ayblagan va Washingtonning bu rayondagi amaliy avtonomiyani qo'llaydiganligini aytgan. ئامېرىكادۆلەت مۇداپىئەمىنىستىرلىكى دۈشەنبە كۈنى bayonot e'lon qilib, vazifa o'tkazib berish planini yo'lga qo'yish uchun darhol harakat qiladiganligini e'lon qildi. Davlat mudofaa ministrligining bayonotida baydin ئاتىدى va uning davlat mudofaa ministrligini baholash guruhining boshlig'i shu kuni bosh mulozimat direktorining qaroriga hamda munosabatli qonunlar va davlat mudofaa ministrligining bekitilgan siyosatiga asosan shu kuni kechda 5 burchaklik bino amaldorlari bilan aloqalashganligini bayon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Davlat mudofaa ministrligining huquq o'tkazib berish guruhi mudofaa ministrligi bilan baydin va xoriz ئۆمىكى o'rtasidagi barliq aloqani o'rinlashtirdi va moslashtirdi. Bu yil 11 oyning 3-kundagi prezident saylamidan keyin Demokratlar partiyasining kandidati va sobiq muavin prezident Baydin g'alaba qildi deb qaraldi. Navbatda Baydin 306 biletga, Trump 232 biletga erishdi.